Katta leytenant Ko'palboy Otajonovning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. Ko'palboy Otajonov 1968-yili Xorazm viloyatining Yangariq tumanida tug'ilgan. Toshkent avtomobil va yo'llar institutida tahsil olgan. 1995-yildan ichki ishlar idoralarida xizmat qila boshlagan. 2003-yili jinoyatchi tomonidan otilgan o'qdan yaralanib vafot etgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga binoan Ko'palboy Otajonov vafotidan so'ng jasorat medali bilan mukofotlangan. Turmuş o'rtog'im bilan shu oilamizda ota-onalarimiz barda keldi qilaradi. Shu tufayli tanishib turmush quryapmiz. Rostgo'yligi, shu mard inson edi. Hayotda shu to'g'ri gapligi, xushchaqchaq, shu mehribon, shu ota-onasini, farzandlarini, oilaga bo'lgan muhabbati kuchlardi. Shu 3 farzandni voyaga yetkazdik. Shu bir bizlar uchun ayanchli voqea bo'lib qoldi. Farzandlarimiz yashadi. 6 yil turmush qurdik birga. 2003-yil sentyabr oyida shu oilada bo'ladigan munosabati ertalab ketadi, kechqurun kech qaytadi. Mehribon edi oilasini, mehribon, men ham mehribondim, farzandlarini shu yetarlicha mehribon bilardi. Shu kunimizga qarab ishlatardi, qattiq gaplamasadi, shirin so'zlardi. Uni ta'riflab bo'lmaydi, sira ta'rif etishga ojizman, chunki urushib ko'rmayapmiz. 6 yil yashagan bo'lsak ham shu otalik mehrini farzandlarini, men ham turmush o'rtoqlik mehrini bergan. Shu mehrlardi. Shu ishdan bo'sh paytlari shu oilasini bizlar uchun vaqt ajratib, shu shaharlarni aylantirardi. Shu birgalikda oilaga nima kerak bo'lsa, hamjihatlikda hal qilar edik. Ertalab o'zi ishga bormaydigan kun edi, uyda qoladigan dam dedan. Telefon orqali Rossiya boradi vaqtida telefon yo'q edi. Shu Rossiya orqali ishga borganim deb chaqirdilar. Keyin bolalarni ertalab bog'chaga olib borib topshirdi. Keyin obedda ovqat qilib qo'yib palovda bosh qilamiz dedikda. Tamarka yerlarimiz bor edi. Shu yerga ish qilmoqqa gitdilardan darhol shu Rossiyani yoniga olib ketadilar, kelib shu hokimiyatdan telefon bo'ldi, bormasam bo'lmaydi dedidan. Nasoyasi yaxshi edi uyda. Yaxshi kelaman, shu orqasidan 2-3 qator qarordan ketib qoldilar. O'zim yurakdan bir qiziq bo'lib qoldim ketganda. Shu pishirilgan ovqatni yemekka kelolmadi-ku, gapning qisqasi. O'zimni o'g'il ukam keldidan Epke yürümsün dedi, içki işlere çağırıp tuttular. Dedi ki, git bardık, bardım ben şöyle. Keyin barsak hemmeler formalarda, hemen nasıl yok, karasam yankı corası. Ma karadan yere karab ötü gitti. Keyin şimdi yukarıda çıktık, depeye çıktık. Načalnik oturup da hanasına girdik. Keyin gapni boshlab olyapti, shunday voqea bo'libdi, lekin dedi azı ko'p odam urgancha ketdilar dedi, yaralanibdi ozgina dedi. Shunga dedi, qisliqni yotib turavering, axir nima uchun bunday bo'ladi, axir nima bo'libdi desam, shunday dedilar, keyin men shu yomon bo'ldim. Shu gapni eshitdim, axir nima uchun bo'ladi. Keyin yoshlig'ida ham shunda girdilardan suv ichirib, ma'natdilar, yordam berdilar shunda. So'ng ko'zimni ochib shunday qarasam, endi sizda doğru gapni aytamiz dedik. Shunday voqea bo'ldi dedilar. O'zimdan ketib yana shu geldik, uyga keldilar meni. Hech ko'zim ham qorong'i ko'rindi. Shu farzandlarimdan o'ylamadim qo'yish qilib. Meni ismimni aytib chaqirmasaydi, kampir deb olsa o'jasharadim. Men kampir demayman, men yoshman dedim. Yaxshi ko'rganimni aytaman deb shuni aytardilar. Hazillashib dedi, hazilkash bola edilar. Suyangan tog'imiz bo'lgandan keyin qiyin-ku.
yalğız atma çamı çıkmıyor deyendi. Şu baribir erkek adam onu bölek bir ailede. Həmməsi şu bayramlarda, Novruzlarda, 8 martlarda, şu kaysı bayram boğadılan bolsa, tədbirlər bolsa çakırarlar. Allah'a şükür, yüzü yok bolsam şu izinde şu bizəni yoklap durarlar. Rahmet, minnəmin rahmet. Şundan turmuş otağım bağlılıqın, nafaqılanamam. Allah'a şükür fərzəndlərim şu elimizə, yurtumuza, yelkarına yaydığa fərzəndlə qılıb tərbiyələdik. İndi Xuda xalasa tərbiyələdim. Hazır gündə özlərinin işini alıp barıyatırlar, şəkəsinin işini davam qıyatırlar. Yine hazır gündə kızımız Amze bacam içki işlə də işliydi. Xivada profilaktika inspektoru olub işliydiler. Mayor unvanı aldılar. Turmuş ortağım şu özüdün içki işlə də işliydi. Minnətdarım şu fərzəndlərimin şunu akıllı yurtumuza gerekli insan bulup yetişkeninden. Men Xiva tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektor mayor Atajonova Ziva Ko'payboyevaman. 1993-yil Yangiariq tumanida tug'ilganman. 2003-yilda 10 yoshimda bo'lganman. Mehnatsevar, ishiga talabchan, har doim qisqa bir narsani aytishim mumkin. Akam haqqida biz hech qachon bayramlarda umuman birga o'tirib akam bilan bayramni nishonlamaganmiz. Hattoki shu narsa men armon bo'lgan hozirgi kunda akam bilan tushgan hattoki bir dona suratimiz yo'q. Men hozir endi shu sohada ishlab o'yinlardan shu sohada faoliyat yuritib keltirganimdan bilamanki, shu akamni o'zini shu darajada hurmat qilib sadakat bilan xizmat qilganlarki, shu o'zini oilasidan ham shaxsiy hayotidan ham ishini ustun bilib, o'zini shaxsiy hayotini oilasidan umuman vaqt ajratmaganlar. Akam vafot etganini o'sha kuni biza dalada bo'lganmiz, Atizda yurganmiz, ya'ni paxta payt bo'lgan, paxta termakaga ketganmiz. Shu gumbat yottirgan vaqtda 2003-yil 30-sentyabr kuni gumbat yottirgan vaqtimizda gapirganimizda eshikning oldida mashinalar ko'p bo'lgan. Keyin ko'chada gapirganda qo'shni bola aytgan, "Zeba eshitdingmi, akangni atibdilar" deylar. Shunda eshitganman birinchi marta. Ishonmaganman umuman shu narsa bo'lgan, shu narsa azonda yurishib, gaplashib, xo'shlashib shunday odatimiz bor edi. Azon bilan birga uydan chiqib, katta yo'lga chiqincha birga ketar edik. Akam meni yo'lda o'tirib borib, o'zlari Yangiariq tuman markazini ishga ketar edilar. Har kun meni katta maktabimiz yo'lda, Aryonda katta yo'lda o'tishimiz kerak edi. Sentral yo'lda shu yerdan o'tirib, men o'tirib borib ishga ketar edilar, mashina minib ketar edilar. Shu kun ham xuddi shunday ertalab birga katta yo'lacha birga borib, benim yo'lda o'tirib borib, o'zlari xizmatga ketadilar, ishga ketadilar. Ishonmaganman bu narsaga umuman. Hozircha bu narsani o'zim hazmat qilmayman. Shu narsa odat bo'lib qolgan. Har kuni obed vaqti maktabdan kelishda akamni oyoq izini qidirib yuraverdim. Nechun desa, elatda akamdan boshqa ichki ishlar organi xodim bo'lmagandan keyin poyabzalni oyoqini izi bir xil bo'lgan. Hozircha shu oyoq iziga qarab yuraman. Hozircha shu akamni oyoq izini izlayman. Ko'p vaqtcha o'zimga kelolmayman. Bu holatdan, bu gapdan tushkunlikka tushib qolganman. Ko'p vaqtcha o'zimga kelolmaganman. Nechun desa, akamni birgina erkak qizi bo'lganman. Shu 10 yoshimda bo'lmasam, 10 yoshimda shu akam obedda kelamiz, geyishda kelamiz. Akam oldimda o'tirib ovqatlanganman. Akam geyishda ishdan kelmaycha uxlamas edik. Akam keladi, birga o'tirib ovqatlanib, keyin yotar edik. Har kuni azonda 2 kunni biri
birdan ruchka berardilar har kuni. Yosh bola bo'lganman, maktabda ko'p ruchka yo'qotardim. 2 kuni biri azon bilan maktabga ketayotganimda bir ruchka berib berardilar. Qizim, men ruchkangda. O'qishga kirganimda shu akamga havas etib, shu odam bilan faxrlanib, shulardan bilan shu kasbni tanlaganman, faxrlanganim uchun. Dadam bilan faxrlanganman, shu dadamni shu el yurtga kerakli inson bo'lganini, masalan, albatta atamni men hozirgi kunda Novruz unvonida xizmat qilib kelmoqdaman. Shu har doim menda bir narsa armonki, masalan, meni forma kiyganimni har bir yaxshi kunimda, har bir unvon olganda shu birinchi bo'lib ota-onamga telefon etib, tabriklashlarini yonimda turib, shu xursandchiliklarimni o'rtoqlashishim keladi. Men shu narsa aytmoqchi, unvon olganda shu ota-onam yonimda bo'lishlarini, men bilan faxrlanishlarini xohlaydim. Ichki ishlar organlari xodimasi bo'lishni, shu kasbni tanlashni dadamni yaxshi ko'rganim, shu dadamning izidan borib, dadamni kasbini davom ettiraman. Xudo xohlasa shu dadamni formasini kiyaman. Shular atilmagan ishlarni, shular erishilmagan orzularimga erishaman. Ertaga shu akam izidan yaxshi farzand atasada shu degan narsani eshitiraman degan maqsadda ichki ishlar organi xodimasi kasbini tanlaganman. Shu kasbni tanlash uchun 2013-yilda Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qishga topshirganman va xuddi shu dadamni kasbini davom qildirish maqsadida profilaktika yo'nalishini tanlab, shu yo'nalishni 2017-yilda tugatganman. Prezidentimizning qarorlari bilan xizmat vaqtida vafot etgan xodimlarning farzandlarini ichki ishlar organlari ta'lim muassasalariga imtiyozli ravishda qabul qilish to'g'risida qarorlarga asosan 2013-yilda Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga imtiyozli ravishda qabul qilinganman. Agar hozirgi kunda akam yonimda bo'lganlarida mahkam quchoqlab olib, bolaga yosh vaqtimda aytishni endi bir narsa akam ertaga bir kun bo'lmaydi deb o'ylamaganman, aytmaganman hech qachon. Aka, sizni bundan yaxshi ko'raman deb aytardim. Köpəli dostumuz bilan maktabda birga o'qiymiz. 9 maktabda birga maktab bitirganmiz. Bir ish masalan bajarilib degan bo'lsa, "Ey, to'xtatanglar" deb o'zi kelib bajarib, kirib chiqaradi. Bu do'stni ko'p yaxshi gaplar aytadi. Endi o'zi ko'rib turibdi suratimdan ham. Haqiqatda nozi bir vijdonli, o'zine ishonaman, sodiq insonligini rasmlagan ko'rib turibdi do'stimiz. Ailesini, ota-onasini o'ylayman. Bunday farzandlar, do'stlar kam doğrusu. Haqiqatda shu endi barmoqlarimizni shunday eldan olmasa, boshqa voqealar bo'lib ketishi mumkin edi. Vicdonan shu o'zini kasbina sodiq qilib ish etgan bu. Faxrlanaman, haqiqatda do'stimdan faxrlanaman. Vatanan yurtda sodiq inson vazifasini bajargan inson deb o'ylayman. Atajon Ko'paroyni singlisi bo'laman. Ajoyib inson edi. Bizlardan ham qo'raydilar.
bizlarga mehribon edilar. Hamma shu bayramlarda tortlarni kelib, shu xursand etib edilar bizni. Hozir ular bilsakanlar, bir bayramlarda onu bilib turadi. Bir gün oldin shu tez gelib hamma shu og'am vajarini taxlab shunday qo'yib ketadidim o'zim. Birinchi xotinim vafot etganda o'zlarimiz bo'ldik yanında. Hamma shu isha uzatib, men o'g'lim shu hamma men ko'payday bo'laman deb dedi. Vatan oldidagi burchini ado etish chog'ida yurtimiz ozodligi, xalqimizning bugungi tinch va osoyishta hayotini ta'minlash yo'lida halok bo'lgan mard va jasur o'g'lonlarimizning aziz xotirasiga ehtirom ko'rsatish biz uchun ham farz, ham qarzdir. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.